Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan birgalikda to'g'risi analiz mavzusiga oid chizmani yana bir boshqa holatdagisini chizish jarayonini o'rganamiz. Bizga berilgan o'lchovlar orqali gorizontal, frontal, profil tekstligimizda nuqtalarimizni aniqladik va to'g'ri chiziqlarimizni hosil qilib oldik va berilish qismi chizib bo'lindi. Endi keyingi ishimiz bizani delta z, delta y, delta x masofalarini aniqlash. Faqat ularni aniqlashdan oldin tushuntirib o'taman. Ko'rib turganingizdek, bizani o'lchovlarimiz ichida 0 raqamlari mavjud. A0 x da 0. Demak, bizda x masofa berilmagan ekan. X masofa berilmagandan keyin ax masofa qo'yilmaydi. Keyingisi bizda y masofamiz o'qqa qo'yiladi va mana shu o'qqa qo'yilgan nuqtamiz bu tomoni A1 shtrix deb hisoblanadi. Chunki bizda x masofa berilmagan, bunda olib bu qismda A1 aniqlasak. Z masofamiz balandlik mavjud, x yo'q bo'lgani uchun bu ham AZ belgilangan nuqtada A2 nuqtamiz beriladi. Bu tomoni frontal tekisligiga tegishli bo'lgan bu tomoni bizda A2 nuqta hisoblanadi. Va ko'rib turganingizdek, B nuqtamizda ham Z masofamiz yo'q. Ya'ni BZ bizda 0 turibdi. Shuning uchun x o'qida joylashgan BX nuqtamiz bizani mana shu frontal tekisligiga tomonda turgan qismi bizga B2 shtrix nuqtasini beradi. Va shu holatda qolgan profil tekisligini ham hosil qilib oldim. Endi delta z, delta y, delta x masofalarini aniqlab olaman. Bizda b z masofamiz yo'q. Shuning uchun markazdan boshlab biz shu qismni bx deb yozib turamiz. Chunki z masofamiz yo'q, bz deb yozamiz. Masofa yo'q bo'lgani uchun bz dan az gacha bo'lgan masofani o'lchab olamiz. Markazdan boshlab o'lchaymiz. Nimaga? Chunki bizda z masofamiz markazi o'zida chiziqda qolib ketgan. Endi delta y masofani o'lchaymiz. A y bilan b y masofani. Ko'rib turganingizdek, bizda a x masofamiz ham yo'q. Demak, bu ham markazdan boshlab bx masofagacha o'lchab olinadi. Delta x masofamizni ham hosil qilib oldik. Endi to'g'ri chiziqlarimizni haqiqiy uzunligini hosil qilib olamiz. Biz bunda B nuqtadan foydalanamiz. Chunki A nuqtamiz ichki o'qda joylashgani uchun B nuqtadan foydalanamiz. B nuqtadan to'g'ri chiziqqa lineykam bu qismini to'g'rilab oldim va B nuqtadan perpendikulyar chiziq chizaman. Yuqoriga qarab. Chunki pastki tomonda do'stlar yakunlanib qoldi. 90 gradusda chiziq chizib oldim. Z masofani o'lchaymiz. Ya'ni delta z masofani. Belki. Shu qismda bizga B nuqtadan chiqqani uchun B nuqta hosil bo'ldi. Endi biz B nuqtamizni A1 shtrix bilan birlashtirib olamiz. Tabiiy qismda B0 bilan B1 shtrix orasidagi masofa delta z masofaligini keltirib o'tamiz va bu yerda bizda alfa burchagimiz. Endi xuddi shu jarayon
profil tekislikda ham takrorlanadi, faqatgina bu yerda o'lchamimiz o'zgaradi. Bu qismga y masofani qo'yamiz. Bir nuqtadan foydalanamiz. Perpendikulyar chiqarish uchun. Delta y masofani o'lchaymiz. Belgilaymiz. B0 deb belgilaymiz, chunki B nuqtamizdan chiqdi. Endi B0 nuqtamiz bilan A2 shtrix nuqtamizni birlashtirib olamiz. B0 bilan B2 shtrix orasidagi masofa delta y masofaligini keltirib o'tamiz. Perpendikulyarlik belgisini qo'yamiz va alfa burchakni bu qismda beta burchakni yozib o'tamiz. Shu jarayon profil tekislikda ham takrorlanadi. Faqat bu qismga delta x masofani qo'yamiz. Bx dan markazgacha bo'lgan qismni o'lchaymiz, chunki mana shu masofa bizda delta x masofa. Belgiladik. B0 deb yozamiz. B0 nuqtamizni A3 shtrix bilan birlashtirib olamiz. To'g'ri chizig'imizni haqiqiy kattaligi x masofamiz, delta x masofamiz 90 gradusli belgisi va bu qismda gamma burchagimiz. Endi m nuqtalarimizni topishni boshlaymiz. To'g'ri chizig'imiz x gacha davom etgan, bizda m nuqta bo'lardi. Bizning to'g'ri chizig'imiz o'zi x o'qimizga turibdi va shu qismni o'zini terib turgani uchun m2 deb nomlaymiz. Va undan perpendikulyar pastga tushib, buni davom ettirilganda birlashgan qismi bizda M1 bo'lishi kerak edi va M3 nuqtamiz mana bu qismda birlashishi kerak edi. Bu aylanib borib 3-chizig'imizni to'g'ri kelishi kerak edi va M3 nuqtamiz ham shu qismi o'zida hosil bo'ldi. Endi N nuqtamizni topish uchun biz gorizontalda joylashgan to'g'ri chizig'imizni shu y chiziqqa davom etamiz. Davom etdik va mana shu joyda N1 nuqtamiz topildi. N1 nuqtamizdan yuqoriga to'g'ri chiziq chizamiz. N1 nuqtamiz do'stlarimiz mana shu qismida keshdi va N2 nuqtani hosil qildi. Va bizning N3 nuqtamiz shu N2 qismigacha davom etadi va shuni keshtirgan holatda shu
qismda kesishgan holatda n uch nuqtamizni hosil qila olamiz. K nuqtamizga kelsak, bizani to'g'ri chiziqimizni vertikal chiziqda, ya'ni Z va Y o'qlarida kesishgan qismi K nuqta hisoblanardi. Mana bu gorizontal tekislikda joylashgan tekis chizig'imiz A, Y si Y chizig'imizga bitta nuqtada turibdi. Y chizig'imizda yotibdi va K bir nuqtamiz shu qism o'zida joylashgan. Shu o'rinda bu qismda ham K ikki nuqtamiz A ikki shtrix bilan bitta nuqtada va bu qismdan bu qism aylanib chiqqan mana bu joyga va K2 kelganda mana bu qism hisoblasak K3 nuqtamiz A3 shtrix bilan bitta nuqtada joylashib turibdi. Bugungi mavzuyimiz to'g'ri chiziq analizi chizmasi edi. Doskamizni bu qismda berilgan o'lchovlar orqali to'g'ri chiziq nuqtalarini hosil qildim va nuqtalarni birlashtirgan holatda to'g'ri chiziqlarni gorizontal, frontal va profil tekisliklarda hosil qilib oldim. Undan so'nggi jarayon delta Z, delta Y va delta X masofalarini aniqlash bo'ldi. Ularni aniqlab bo'lgandan so'ng gorizontal tekislikda joylashgan to'g'ri chizig'imizga perpendikulyar chiziq o'tkazdik va delta Z masofani joylashtirdik. Va delta Z masofa joylashgandan so'ng B0 nuqtamiz aniq bo'lib A2 bilan birlashdi va to'g'ri chiziqimizni haqiqiy uzunligi hosil bo'ldi. Xuddi shu jarayon qolgan ikkita tekislikda ham takrorlandi. Undan so'ng izlarini topish jarayoni boshlandi. M2 nuqtamiz X va Y, ya'ni gorizontal tekislikka yo'naltirilgan holatda topilar edi. Bizning frontal tekislikda joylashgan to'g'ri chizig'imiz o'zi X o'qida joylashib turibdi. Shuning uchun M2 nuqtamiz shu yerda joylashdi va undan perpendikulyar chiziq tushganda bu kesishgan holatda hisobi buni M1 deb nomladik va bu qismda M3 nuqtamiz bu qismda joylashdi. N1 nuqtamiz gorizontal tekislikda joylashgan to'g'ri chizig'imizni Y o'qigacha yo'naltirdik, ya'ni davom etdik va N1 nuqta topildi va yuqoriga perpendikulyar chiziq chiqardik. Frontal tekislikda joylashgan to'g'ri chiziqimizni ham davom ettirib N2 nuqtani topdik. Profil tekisligimizda joylashgan to'g'ri chiziqni ham davom ettirib N2 dan ortga, ya'ni Z tomonga to'g'ri chiziq chizib N3 nuqtani hosil qilib oldik. K nuqtalarimiz asosan vertikal chiziqda, ya'ni Z va Y chiziqlarimizda hosil bo'ladi. Bizning o'zi A nuqtamiz Z o'qida va Y o'qida joylashib turibdi. Shuning uchun buni davom ettirish hojati yo'q, chunki vertikal o'q o'zida joylashib turgani uchun. Bu yerda AZ bilan A2' va K2' bitta nuqtada hosil bo'ldi va bu yerda ham A1 va K1 nuqtamiz hosil bo'ldi. O'z-o'zidan K3 nuqta ham A3' bilan bitta nuqtada joylashdi. Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi. Mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa xursandman. Barchangizga rahmat, xayr salomat bo'ling.